Hali yaqinda ko'rasizlar, islomdan ismigina qoladi. Islom sivilizatsiya markazi deb qo'yadi. Qarasangiz ism. Podshohning ismiga qarasangiz ham islom. Lekin undan zarracha asar yo'q islomda undan. Qur'ondan faqat rasm qoladi. Katta qilib Qur'on yozib qo'yadi. Hozir bittasini ko'rdik. Dunyodagi eng katta Qur'on yozganmish. Mashinadek keladi. Mashinaning ustiga qo'yib qo'yibdi uni. Qur'onni faqat rasmda bu. Ichidagi narsa amal kerak uni. Yoki bittasi chiqadi. Eng kichkina Qur'on dunyodagidek ko'tarib yuradi. Sizlarni o'sha kunda masjidlar obod bo'ladi. Qalbinglar, badaninglar esa hidoyatdan xarob bo'ladi. Ya'ni masjidga qarasang, odamlar, deysan, mana 1 million odam kelibdi falon masjidga, necha yuz ming odam to'planib hayitga, masjidlar obod, lekin qarasang, qalblar va badanlar hidoyatdan xaroba. Keyingisi Kufadagi xutbalari yana. Bayhaqiy Abu Voildan rivoyat qiladi. Ali radhiyallohu anhu odamlarga Kufada xutba qildilar. Xutbalarida aytayotganlarini eshitdim. Ey odamlar, kim agar faqir sanaversa, o'zini faqirlashib qoladi. Ya'ni men kambag'alman deb haliga doim noshukur yashaydi-yu, hech pul yo'q hozir deydi. Qachon so'rasangiz pul yo'q deydi. Pul yo'q bo'lib o'lib ketadi shu odam ko'rasiz. Va men yu'ammar yubtala. Va kim unga umr berilsa, u balolanaveradi. Yani hozir odamlarda bir johilona duosi bor. Dunyo turguncha tur deydi. Bu dunyo borgan sari balo. Umr ham xuddi shunday, borgan sari balo. Nima bor uni qilib turib? Va kim agar balo kelganda baloga tayyorlanmasa, keyin kelgach sabr etmaydi u. Ya'ni inson baloga tayyor bo'lib turish kerak-da. Bo'lmasam kelganda sabr etmaydi unga. Tayyor bo'lib turish degani mo'min odam balodan xoli bo'lmaydi deb shu narsaga inson tan berib yashash kerak. Albatta keladi balo, iloji yo'q. O'zida Alloh erkatoyda o'ylamang-da, keyin bitta zarba yesangiz yig'lab yotasiz chidolmay. Va man malaka istasara va man la yastashir yandam. Kim ega bo'lsa, o'ziga qilishni boshlaydi, ya'ni qizg'anishni boshlaydi. Kim nimaga ega bo'lsa, o'shani qizg'anishni boshlaydi. Va kim maslahat qilmasa, nadomat qiladi. Inson maslahatsiz ish qildimi, afsus qiladi. Va yana aytadilar. Hali yaqinda ko'rasizlar, islomdan ismigina qoladi. Mana hozirgi zamondagidek. Islom sivilizatsiya markazi deb qo'yadi. Qarasangiz ism. U yerda kapapush, bir nimalardir, rasmlari, kim qayerdan keltirgan necha ming yillik kitoblar, quruq ana shunaqa rasmiyatchiliklar bo'ladi. Islomdan quruq ismi. Podshohning ismiga qarasangiz ham islom. Lekin undan zarracha asar yo'q. Islomda undan. Qur'ondan faqat rasm qoladi. Katta qilib Qur'on yozib qo'yadi. Hozir bittasini ko'rdik. Dunyodagi eng katta Qur'on yozganmish. Mashinadek keladi. Mashinaning ustiga qo'yib qo'yibdi uni. Nima bo'ladi endi xo'p shunga? Qur'onni faqat rasmda bu. Ichidagi narsa amal kerak uni. Yoki bittasi chiqadi. Eng kichkina Qur'on dunyodagidek ko'tarib yuradi. Nima kerak u eng kichkina Qur'on, eng katta Qur'on? Uning ichidagi narsalar kerak. Kishi ta'lim olishdan uyalmasin dedilar. Ya'ni yosh katta bo'lib qolib yoki ayol kishi masalan so'ramay erkaklardan uyalaman men. Yo'q. Ta'limdan uyalmaydi. Va kim bilmagan narsasidan so'ralsa, bilmayman deyishdan ham uyalmasin. O'zini bilaman deb gap aylantirib-yuradi-yu. Yo'q, bilmayman deyish kerak bo'ldi. Sizlarni o'sha kunda masjidlar obod bo'ladi. Qalbinglar, badaninglar esa hidoyatdan xarob bo'ladi deganlar. Ya'ni masjidga qarasang, odamlar, deysan, mana 1 million odam kelibdi falon masjidga, necha yuz ming odam to'planib hayitga, masjidlar obod. Va yana qarasang, masjidlarda 8 tadan minora, dunyodagi eng katta masjid, eng chiroyli masjid, lekin qarasang, qalblar va badanlar hidoyatdan xaroba. O'sha kunda osmon gumbazi ostidagi eng yomonliklar fuqahoinglar bo'ladi. Fitna o'shalardan boshlanadi, o'shalarga qaytadi deganlar. Qarang, osmon gumbazidagidek eng yomon odam fuqaholar bo'lar ekan o'sha paytda. O'zini faqih deganlar nimaga desa, saroy mulla. Sultonga fatvo chiqarib beradi. Mana ko'rdik-ku, ba'zilar shu tog'utlarga fatvo chiqarib bergan, o'sha muftiylar ya'ni. Tinchlik uchun xalqda 3dan birini o'ldirib yuborsa bo'ladi degan fatvoni berganlar bor. Masalan, xalq namoyish qilib chiqsa, haq huquqini talab qilib o'ynab emas. Aytaylik, bir joyda masalan 30 million aholi bo'lsa, qarang. O'sha namoyishni tinchitish uchun, qolgan 20 million yashashi uchun, tinch yashash uchun-da, mana 10 millionni o'ldirib yuborsa bo'ladi deyishgan. Ko'ryapsizmi? 10 million odamni qonini halollab yuboradi. Tog'utlar o'shalarning gapini bahona qilib keyin boshlaydi o'ldirishni haqiqatdan ham. Usmon radhiyallohu anhu nimaga qatl bo'lganlar o'zlari? Hech qanaqa ayb ish qilmasdan turib, xalqning qoni to'kilmasin deganlar.
Ko'ryapsizmi? Podshoh o'zi ketish kerak. Ketish kerak bo'lsa agar yoki o'zi o'lguncha o'tirish kerak. Lekin u podshoh o'zini kursisida o'tirish uchun xalqning 3dan 1 qirib yuborilmaydi. Yoki haq huquqini berish kerak odamlarga. Ana shuning uchun aytayapti-da, ana shunaqangi zamon kelsa, osmon gumbazi ostidagi eng yomon kishilaring fuqaholaring bo'ladi. Fitna o'shalardan boshlanadi va o'shalarga qaytadi yana. Mana falon joyda nima bo'ldi deydi. Falon joyda fitnani o'sha fuqaholar chiqargan, xalqni otishga fatvo berib. Haq huquqini talab qilib chiqqan odam fitna chiqargan emas. Uni otishga fatvo bergan odam fitna chiqargan deyiladi. O'shalardan boshlanadi, o'shalarga qaytadi yani deyapti. O'shalarga qaytadi degani hamma balo o'shanga qaytadi, ya'ni hamma balo o'shaning boshida qarasangiz. O'zlarini ham o'ldirib yuborishadi shunaqa qilib keyin. Shunda bir kishi aytgan ekan, nega bunday ya Amirul Mu'minin? Ya nimaga bunaqa bo'ladi? U kishi aytgan ekanlar, agar fiqh razillaringda bo'lsa shunaqa bo'ladi. Fohisha yaxshilaringda bo'lsa, mulk kichkinalaringda bo'lsa, ana o'sha paytda qiyomat soati qoyim bo'ladi deganlar. Ya'ni ko'ryapsizmi? Fiqh razillaringda degani shunaqangi bir maraz odamki, haligi islomshunoslikdami, sharqshunoslikdami bir narsani o'qib endi faqih bo'lganda o'zicha. O'zi shunday maraz odam, razil, past odam. U endi fiqhdan fatvo topadi tabiiy. 1 million yoki 10 million odamni o'ldirib yuborishga ham. Razil uchunki. Fahish xiyoringda deyapti. Ya'ni qarasang hamma fahsh o'sha yaxshi deyilgan odamlarda. Qachon bo'lsa masalan mullalar shamandasi chiqib yotadi. Yaxshi deyilgan odamlarda endi u yaxshi bo'lmaydi tabiiyki unaqa paytda o'zi. Mulk kichkinalaringda deyapti. Tazkiradi kuyovini, tazkiradi 20 yosh o'g'lini, tazkiradi 10 yosh o'g'lini prezident qilib qo'yadi, xavfsizlik vaziri qilib qo'yadi. Bu uch narsani bilmaydi u. O'zi kino ko'rib katta bo'lgan o'zini kinodagi aktyorlarga o'xshatib bosib tusaran bilmay qoladi. Ana o'shanda qiyomat soati bo'ladi deyapti. Ko'rib turganingizdek, demak bu o'sha qiyomatdan oldingi ahvolni bayon qilib gapirilgan gaplar.